9'da boshlanadigan ishga soat 7dan 6dan tayyorlanib ko'chaga chiqib turamiz. Hech qanaqa olov bo'lmaydi bu yerda. Keyin piyoda 2ta 3ta oyoq kiyim bilan. Bundan ro'ppa-rosa 1 yil oldin Pastdarg'om tumani Parchaqora mahallasiga aynan yo'l muammosini o'rganish uchun kelgandik. Bugun esa yangi yotqizilgan asfaltni video tasvirga olyapmiz. Menlarda yana bir natija. Yo'l asfalt bo'lganligi sababli sizlarga qishlog'im nomidan ham rahmat aytamiz. Qish kuni qor yog'mirda yurib bo'lmas, ahvol juda achinarli edi. Mana asfaltimiz endi yotqizildi, sifati ham zo'r bo'ldi bu safarga. Tuman hokimimizga rahmat. Mana shu iltimosnoma bilan chiqqanimizda yana qo'shimcha bizlarga 370 metr joyni qo'shib asfalt qilib berdi. Men 1 kilometrdan ziyod joy asfalt bo'ldi. Ha, 1 kilometr 170 metr joyimiz asfalt qilindi hozir. Qolaversa millarga rahmat. Oldin ham bizda televideniyaga shu millar chiqaruvdi. Yanada kelib, mana ijobiy hal bo'lganini ham chiqarib beryapti mana bizga. Oxirgacha borar ekan. Rahmat. Bu muammoni hal etishga yaqindan yordam bergan Pastdarg'om tuman hokimligi va barcha mutasaddi tashkilotlarga menlar jamoasi nomidan alohida minnatdorchilik bildiramiz.